أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli sabahdaşlarımız, bugün okumakçı olduğumuz yine şu surelerin ahirisi, yani sure İnşikak, Mekke'de düşken sure 25 ayet etrafında. Sure aldığınki surelerge oxşaş Mekki karakteriga ega. Yani kıyamet hakkında, kıyametning qo'rqinchisi hakkında İslam aqidasi ve insonningki yashash prinsiplari, yashash ahvoli musha haqida so'zlaydi. Yani mu'min, mushrik, cennet, do'zax, dünya, ahiret asosan İslamning asosiy prinsiplari haqida so'zlaydi. Yani bu ayet surumu o'xshashla 3 yoki 4 temaga bo'lingan. Abdur suruning temasini Beyne yaday sura degan tema ostida bizga qisqacha ixcham shaklda bayon qilib bergan. Shuni o'qib o'taylik. Suratul Inshiqoq Makkiyya va qad tanawalat al-hadis an ahwal al-qiyamah كشأن سائر السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. İnşiqoq surasi Makki bo'lib, qiyomatning qo'rqinchisi haqidagi so'zlarni o'z ichiga olgan, xuddi islom aqida prinsiplarini o'tirib qo'yilgan, bitirib qiladigan Makki suralarining qolganlarining ahvoliga o'xshash buning ahvoli. An suraning birinchi temasi sura o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan. Abdurdavotda ibtada'at suratul karima bi zikri ba'd mashahid al-akhirah. Ya'ni sura karima oxiratning ko'rinishlarining bir qismini tilga olish orqali boshlandi va yana bu sura qiyomat bo'lgan vaqtidagi koinotda yuz beradigan o'zgarishlarni bizga tasvirlab berdi. Bu ahvollar suraning 5-idlar. İza as-samaa'u shaqqat wa adinat li robbiha wa huqqat wa iza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li robbiha wa huqqat degan oyatlarda tilga olindi. İkinci mazmun thumma tahaddathat an xalqil insan allazi yakit ve yata'af fi tahsil asbab rizqihi ve ma'ashihi. Andikin bu sura yana o'zining rizq sabablarini qo'lga keltirishda va o'zininki turmush asosini qo'lga keltirishda jafo chekib charchaydigan insonningki yaratilishi haqida. Şu insan şu işler orqali liyuqaddima li axiratihi, o'zining oxirati uchun o'zi xohlagan shaklda, mayashtahligini xohlagan shaklda yaxshi yomon amallar va salih, talih, yaxshi yomon, xayr, shar, yaxshi yomon o'xshash ma'noda yaxshi yomon amallarni oldin ola hazırlaydiganligi, tayyorlaydiganligi uchun inson dunyoda mushta ishlab tirishib hayotni o'tkazadiganligi haqida so'zlaydi. Ondan keyin oxiratga borganda dunyoda qilgan shu ishlarininki ötküzgen şu hatalıklarınınki, yaxshi yomonliklariningki normal, adil şekildeki mukafatı uçraydiganligi haqida so'zlaymiz. Thumma hunak al-jazaa'ul adil. Andikin şu ahirette adil jazo var. Bu mazmunlar ya eyyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira degan bu oyatlarda tilg'anadi. Undan keyingi temada Sura Karima thumma tanawalat mawqif al-mushrikin min hadha al-Qur'an al-azim. Müşriklarning bu büyük Qur'oni Karimni tutgan pozitsiyasini tilga olgan va bu Sura Karima shuna deb qasam qilganki, bular deydi. Qo'rqinch va qattiqlikqa uchraydi va shu hech qanday iqtisod va hech qanday bala payda vermeydiğen, menfaat qilmaydigan aş iğir kündeki xatar ve qo'rqinchlarga duch keladiganligiga qasam qiladi. Bu mazmunlar fala uqsimu bish-shafaq wal-layli wa ma wasaq wal-qamari idha ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq degan bunu oyatlarda tilg'anadi. Oxirida ختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله. Andikin Sura Karim yani ahirida müşriklarning Alloh qo'ygan iymonining yo'qligiga kayışlar nima iymon etmaydi. Shunchalik isbotlar, dalil paketlar tusa degan shaklda oxirlashgan. Allohning dalil paketlarining intayin ro'shan, paketlarining
uç turup ularning iman etmaganlik qarta kayish bilan va ularga jahim bo'lgan yurtdagi darul jahim degan dozaqdagi azab alim, yana dertlik azab bilan bisharat berish bilan oxirlashgan bu mazmunlar فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون degan oyatlar bilan oxirlashadi. Demak, oyat birisi qiyomatning ahvoli, qiyomat yuz beradigan ba'zi ko'rinishlar bilan boshlangan bo'lsa, undan keyin insonning xarakteri, dunyodagi yashash ahvoli, yashash tutgan yo'llari, insonning jafo chekadiganligi, jafo chekib oxirida shu qanday jafo chekkan bo'lsin, to'g'ri shaklda chekkan bo'lsa, buning o'ziga loyiq ravishda mukofotni oladiganligi, xato ravishda bo'lsa, buning o'ziga loyiq ravishda buning jazosini oladiganligini tilga o'tdi. Undan keyin mushriklar masalasi, mushriklarning qiyomatda uchraydigan duch keladigan oqibatlari eng oxirida mushriklarning xarakteri. Asli mushriklar qandoqdir aqli qanoat qilmaganligi yoki ularga nisbatan dalil faktlar yetarli bo'lmaganligi uchun iymon etgan emas. Ularning xarakteri, ashta inkor qilish, bular qalbidan xarakter nuqtasidan inkor qilgan bular. Amaliyotda o'ylanib baqsa, qarab baqsa, bularning iymon etishiga yetarli shaklda bir dalil faktlar bor degan mazmunlar bilan oxirlashgan bo'ladi. Endi biz tafsirini boshlashdan ilgari shu oyatlardagi so'zliklarga bir qarab chiqaylik. Al-lugha kadih oyatning 5-da Ya eyyuhal insanu innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqih. Kadih deb iborat va bu kadihdan chiqarilgan asli tirishish, jafo, ya'ni bir ishni qilishda juhdun nafs fil amal degani bir odamning o'zining ishlab qattiq tortgan jabrini ko'rsatdi. Shoir deyotdi: "Va madat bashashatu kullu ayshin solih va baqitu akdahu lil hayati va ansabu" degan she'rda har yaxshi turmushningki xush bishoratlari ketib qoldi, xush chiroylari ketib qoldi. Men mana hayotda eng jafo tortadigan, eng mushaqqat tortadigan shaklda men qolib qoldim degan yerda akdahu degan iboratni ishlatgan shu ma'noda. Undan keyingi oyatga qarasak, yahur deb bir iborat va yahuru iborat va ya'ni bu yarji'u ma'nosida yarji'u ma'nosida odatda deb qo'yamiz hara yahur innahu zanna an la yahura baladik yahur shu hara yahuru deb normalda ishlatiladi. Normalda bir yerdan qaytib kelgan vaqtida normalda mushu ma'noda qo'llanilgan mush so'z shu qaytgan degan ma'noda qo'llanilgan hadismi bor. Minhu hadis A'udhu bika minal havri ba'dal kavri. Ya'ni ish bo'lgandan keyin qaytib ketishdan panoh tilayman degan bir duo bor Rasulullohninki. Ya'ni ziyoda bo'lgandan keyin kamchilik holatiga qaytish. Bu insonga har qanday holat ig'ir qilgan, mayli bu iqtisodiy masala bo'lsin yoki ilmiy masalalar bo'lsin o'xshash. Mushadistikimi havri, hara yahurdan chiqqan havri qaytmoq degan ma'noda. Tamam. Undan keyin keldik ash-shafaq. Fala uqsimu bish-shafaq ki shafaq. Yani quyosh patqandan keyingi qizillikni biz shafaq deymiz. Undan keyingi lug'at val-layli wa ma wasaq. Wasaq damma laffa yog'di o'ziga oldi yapti degan ma'noda. Ittasaq wal-qamara idza ittasaq degani toplanib, mukammallashib, nuri tuluqlansa, ya'ni butun holatga kelsa, tulun ayoz deymiz ya bizlar oyning tutgan holda shuni ittasaq bo'ladi. Undan keyin suraning eng oxirisidagi lahum ajrun g'ayru mamnun degan oyatdagi mamnun maqtu, ya'ni uzlib qolmaydigan ajr va degan ma'no bo'ladi. Endi so'zliklar bir qur oxirlashdi, tafsirini boshlaylik. Iza samaa'u shaqqat. Ya'ni osmon yerilgan vaqtida. Mana ma oyat nag'icha va azinat li robbiha va huqqatcha qiyomatning qo'rqinchining bayoni. Qiyomatning oldida yuz beradigan krizislar, odamning tafakkur xiyolimi qo'rqib ketadigan qo'rqinchliklarning tasviri bu. Bu oyatning ma'nosi iza tashaqqaqatis sama, osmon yerilib
parçalanıp ketse, tasadda'at parçalanıp ketse. Nim dep mu'zinatan bi kharabil kawn. Yani dünyanın harap bolganligini bizge bildirip asman yerilgan vaqtida. Al-Usi davatıda kıyamet günüsünün korkuncusun yerildi deydi. Ve azinat li rabbiha ve huqqat. Üzünün Rabbiga boysunsa, hem boysunuşqa haqlı olub qalsa degene ondan başqa yol yo'q ki. Yani Rabbinin buyruğuna boysunup, onun hükmüge boysunup, Rabbinin buyruğunu anlap, hükmüge boysunup, şunun anlap, itaat qılıp, kıyametinin korkuncusunun yerilişi onunla layık olub qalğan. Ondan başqa yol bolmay qap qalğan. Zade dünya harap bulgan halat kelgen vaqtida ve izal ardu muddat zemin kengiyip zada si'atan degene kengiyip yani onun tağlarınınki dönlüklerininki yokuluşulan zemin kengiyip tep tuzulup hiç kandak bir bina, hiç kandak bir idirilik, hiç kandak bir taq bombagan şekilde tep tuz olup ketken vaqtida ve alqat ma fiha ve takhallat o zemin yana üzünün içideki fi jawfiha ölüklerini, kallarını, mədellərini üstüge çıqırıb atqağı vaqtda ulanın həmmisindən adacıda oğu, təxəllətə anhum degene bulanın həmmini çıqırıb etib zimin pete qağı vaqtda İmam Qurtubi davatıda ölüklerini çıqırıb buladın xali olur degene ölüklerinin həmmisini üstüge çıqırıb etdi. Özünün içideki fi batniha kan mədellərinin həmmini taşlıb etdi. Xuddi hamildar qusqudaki hamilini taşlıb etkendek. Mana bu mu hem korkunuşunun büyüklükünü ispatlaydigan bir iş. Zalika yu'zinu bi'az. Yani korkunuşun büyüklükünü ispatlaydı davatıda. Ve azinat li rabbiha ve huqqat. Yani bu zemin ve oxşaşlar Rabbinin buyruğuna anlap, itaat qılıp, anlaş, itaat qilish haqlı olsun. Demek asman zeminin şu hazır biz tasvirlavatkan, Kur'an tasvirlavatkan şu görünüşlerden, şu haletlerden başka tanlaş yolu qalmagan vaqtida. Yani kıyamet bolgan vaqtida cevap bu. İzanın cevabı yani mahzun. Muşta bolgan vaqtida gap yo'q ahirda. Nimişqa qorqunishda texmo mazmunluqroq, ablag degan mazmunluqroq olsun. Yani yuqorida o'tganlarning hammasi yuz bergan vaqtida inson qo'rqinch va qattiqlikdan xiyolli tasavvur la yuhitu bihil xiyol degani xiyolimi onun tasavvurimi egellim tasavvur qilolmaydigan sig'diranmaydigan la yuhit degani sig'diranmaydigan darajada ishlar yuz bergan vaqtida yani shunday ishlar uchraydi. Yani ashta yuqoridagi ishlar yuz bergan vaqtda inson qo'rqinch qattiqliklardan onun xiyolimi sig'diranmaydigan ishlarga uchraydi deb bo'lgandan keyin Allah İnsanın bu hayattaki capa, meşakkati haqida so'zlab, oxiratga borgan vaqtda, ya'ni Allohning qishida o'zining mukofot uchraydiganligini tilg'ilib deyotdi. Ya ayyuhal inson innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqi. Amyadagi ey inson degani har insonga, sizga, bizga, uni hammasiga xitob. Yani xitob am li kulli inson, xitob har insonga am. Yani ey odam bolasi, sen tirishisa, capa chekisa, ya'ni uning oqibati o'lim bo'lgan ishlaring bilan capa chekisa, mujiddigini qattiq tirishib ishlaysan dunyoda. Zaman uçudu. Sen her minutda qisqa ömrüngning bir bosqichini kezgan bo'lsa, xuddi sen o'lim tarafga aldirab ketayotgan odamdek yashaysiz dunyoda. Ondan keyin Rabbing uçursa, Rabbing sana sening amalingga qarata mukofot jazo beradi. Agar yaxshi bo'lsa yaxshi, agar yomon bo'lsa yomon. Endi bahrda keldi, kadih degan iborat jahid degan ma'noda amalida tirishudi. Mayli yaxshi chiqqan bo'lsa unga o'tirishudi, yomon chiqqan bo'lsa unga o'tirishudi. To'la hayotlik sening hayoting bo'yicha Robbing o'xshashgan qiladi. Inson tug'ilib o'lganga qadar bir ishlarni qiladi. Bir ishlar uchun tirishidi, bir ishlar uchun jafo chekadi. Mayli yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin. Famulaqi jazoi kadhika. Ya'ni sening tortgan jafringning mukofot jazosiga sen uchraysan. Min savab va iqob. Yaxshi bo'lsa savobiga, yomon bo'lsa jazoga uchraysiz. Demak, sen qilayotgan ishlarim mandaqlam ishlab o'ylama. Sening o'tkazgan behuda hayoting yoki qilayotgan noto'g'ri ishlaring yoki qilayotgan yaxshi ishlaringning hammasining mukofoti bor. Unda olganda nima demakchiki, yaxshi ishlaring har qancha pal bo'lsin qiliva, texnik kengay, uzluksiz davom qil. Ammo yomon ishlardan to'xtab qol. Chunki har birisi jazosiz qolmas. Ondan Allah subhanahu va taolo kishilarningki suada ashqiya bo'lib, ya'ni dunyodagi yaxshi ishlarni qiladigan
ve eşkıya, načar işlarını kılıdığan iki türlük bilindiğanlıqını tilgə alib ve özünün namı əməl dəfterini oğun kullan alıdığan ve sol tarafından alıdığan, sol kullan alıdığanlığı bilindiğanlıqını tilgə alib devadıdı. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ Ama kandak Adem'nin namı əməl dəfteri özünün oğun kullan birilse, mana bu saadetinin alameti bunda birilgine فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرَا ki bulanın hesabatı fevkalade asan buludu. Yani bunun isavatı qattiq yengil asan buludu. Ya güzel, yaxşı işlerine nispeten mukapatlanıdı. Seyahatlerden ötü-ötülünüdü. Hadise hadisi kelgende. Gene Ayşe radiyallahu anh'ın bir hadisi var. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرَانı Peygamber aleyhisselam'ın bu degen hakiki hesap eliniş emas. Benden aldıdın. Mandaq bir işin lavatdı, mandaq yaman işin vatdı, mandaq yaxşı işin vatdı, yaxşı işini mukafat verdik, yaman işinden ötü vattıqda aldıdın şunda ötküzüş. Mana bu ötküzüş dedi. Hada huval ard degene bendege şunda körüstüp ötküzüş, bende haq. Asan hesap elindi degen gap, bende hesap elinmedi degen gap boludu. Ve yenqalibu ila ahlihi masrura. Yani özünün cennetdeki ehlige nait xoşal, Allah bergen fazlı merhametle bilen xoş halatda yenip keledi, qaytib keledi. Amma karşı taraftaki, yeni bir taraftaki, onun karşısındaki insan çoğu. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ Ama özünün namı əməl dəbdəlir özünün sol tarafının, yani ağ tarafının birilgen insanlar olmaz. Bu şakavetinin, şakilikinin dalalet ifadesi bu. Bula فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا Bula dert vay dep üzgü toğuluşudu. Vay dep Allah kalla çoğan sörenselişidu. Maalesef o vaxtda heç demə mənfədən. Yəni veylul və sabur degine vay eset nimdə bunda qıptın bula Allah kalla sören çox qansəlişidir. Halaketlik ölümni arzu qılıp mən insan bolmasamçı, dünyaya tuğulmasamçı, ölsemçi, tügep geçsemçi degəndək dərd azablarını. Ya leytəni kuntu turaba mən bir tirilməğən bolsamçı, yaşamağən bolsamçı dep arzu qılıdı. Ve yesla sa'ira. Onun o kıgan işleri, o Allah çoğan sürenleri hiç qaysı bir nəsiki esqatmaydı. Ve yesla sa'ira. Davzaq kirdi. Yani kızılgan, azabı, kızıqlıqı, teximi qattiq oluvatqan, texim iğirlaştırılgan kızılgan davzaq kirdi. İnnehu kana fi ahlihi masrura. Yani çünkü o dünyadaki özünün ahli nait bir xoşal, özünün qavatqan, yaman işlerden fəxrlandıqan mana şəkilli. Çünkü o dünyada özünün ahli ölen xoşal, gafil, bihud işlerle şoğullanıvatqan, kinliki haqqında tefekkür yürgizmeydigan, onun aqliga ahiret keçmeydigan bir insan diyor. İbn Zeyd avatıdı Allah cennet ehline dünyada korkuş, bir aram buluş, dünyadaki yığlaştan süpetledi. Şunu olan ulağa, şunun bedeliga naim, surur ahiretki bunu egeştirip keltirdi. Bunu mukabele şekilde keltirdi. Davzaq ehline dünyadaki sururluk olan dünyada külüş bilen süpetledi. Bulağa şunun bedeliga huzn tavilni egeştirip jaza süpetide ekeldi. Mana bu da dünya ahiretdeki bizning çünkü mümin dünyada mümin bo'lganlik bilan bir vazifani ustiga olgan bo'ladi. Dunyoda onun üzlüksüz tirişadigan bir vazifa. Çünkü onda Qur'ondan iborat bir energiya var. Şun Peygamber Aleyhisselam müminning dunyodagi davomli üzlüksüz tirishishini jihad deb sifatlab el-jihad madin ila yawmil qiyomat. Mümindan bo'lgan bunun hayotida tirishish, kurash qilish, jihad to'xtab qolmaydi. Undan keyin tabiiyki dunyodagi o'tgan kunlar buning uchun g'aflat o'tgan kunlarga nisbatan jafo, mushaqqatlik sanaladi. Buning badaliga oxiratda jannat va ne'mat bilan ne'mat beriladigan gap. Innahu zanna la yahuraba. Yani liqi inson ahiretde namı amel sol taraftan birilib davzaq kirdigan dunyoda xushal yashagan inson zanna alla yahurabala. Yani o Rabbiga qaytmaydi. Allah onu ölüp bo'lganligini hisob jazoga tirgizmaydi deb o'ylagan o. Shunda o'ylagan o. Shunlashqa tangan psixopojur yomon ishlarni qilgan. Atrofimizda bizning tirimizdan bo'lgan, bizning go'sht qinimizdan bo'lgan insonlar bor. Özüne ben Müslüman deydi, ahiret deydi, lekin ahiretki haqiqiy işenmegandek dünyadaki yaman işlerden yanmaydı. Aynı şekilde kişi. Bela inna rabbahu kana bihi basira. Ya onda emas, onda oylagan hata onunki Rabbi onu ölüp bo'lganligini tirildirdi. Onun amellerinden hemmisi yaxşı yamanıga onu jazalaydı. Allah bendilerden haber teyip durdu. Allah'a bendilerin işinden hiç qanday iş mahfi olmaydı. Fela uqsimu biş-şafaq. Yani biyadikillah
qasam ta'kidlash uchun kelgan. Ya'ni qasamda normalda grammatik kitoblarda la'ning tarjimasi chiqmaydi deb tushuntiriladi. Ya'ni men shundoq bir qasam qilamanki, bir shafaq bilan qasam qilaman deydi. Ya'ni quyosh botgandan keyin ufqning qiziqi bilan qizillik bilan ta'kidlangan shaklda. Ya'ni men shundoq shuni bilan qasam qilay. Val-layli va ma wasaq, kecha va kichi yo'gigan butun ishlar bilan qasam qilay. Ya'ni kecha bilan qasam qilaman va kecha o'ziga to'plagan, yiqqan narsalar bilan kecha o'zining zulmatiga yiqqan inson, hayvon, hasharot hammasidan qasam qilaman. Alloh qasam qilyapti. Mufassir deyotdi, kechida har maxluq sokinlashadi. Kecha kunduzi tarqalgan butun xalq, jonliqlar, chorvalar hammasini bir yerga yig'adi. Hammasi o'zining o'rniga, o'zining o'ziga qaytadi. Shunga Alloh subhanahu va taolo bandlarga tuvandagi so'zni yaxshilik sifatida bayon qilib, vaja'al-layla sakana dedi. Ya'ni kechini bir yig'ilish, huduqliq, sokinlik, tinchlik qildi dedi. Kunduz kasamiz tarqaldi, kecha kasa hamma narsa o'z o'rniga qana qildi, yig'ildi. Mana ma'rundagi val-layli va ma wasaq degani shu. Kecha va kecha o'zining atrofiga yig'ilgan, to'plagan Alloh bilan qasam degani butun jonliq bilan qasam demakchi. Val qamar idza tasaq, ya'ni oy bilan qasam qilman, uning nuri, yorug'ligi to'liqlagan holatdagi, to'lin nurliq chaqnab turadigan to'lin oy bo'lgan holatga oy bilan qasam qilma, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Nima qasamning javobi bu? Ey insonlar guruhi, sizlar oxiratda deydi. Oxiratda nayt ig'ir darajada qo'rqinch va qattiqlikqa uchraysizlar sizlar. Bunda holat bir xil holat turamiz deb o'ylamanglar. Sizlar qatlam shaklda har xil qo'rqinchlarni ko'rsizlar. Ulusi davatudu, yani sizlar ba'zi ahvollardan keyin ba'zi ahvollarga uchraysizlar. Bu dal qattiqlikdagi bir daraja tabaqatlar, ba'zidan ustun. Mana bu o'lim bir eg'irchilik, undan keyingi qiyomatning o'rinlari qo'rqinchli, o'limdan keyin qabrdagi azob, qabrdan keyin azobdan keyingi mahshar maydonidan keyingi davzaq, qatlam holatlar demakchi. İmam Tabari yo'didu, bu yerdagi maqsad bular qiyomat kunining qattiqlik, qo'rqinchining turli ahvollarga uchraydi deyapti. Har qanday bo'lsa, qaysi ma'noda bo'lsa, har holda oldimizda ko'nglimizning bog'liqining bir isbot. Alloh qasam qilib turib, butun jonliqlar bilan, butun maxluqlar bilan qasam qilib turib deyapti bu gapni. Ya'ni oldimizda ko'ngilimiz bor, oldimizda uchraydigan bir holatlar bor. Fama lahum la yu'minun. Nima deb tushunmaysizlar? Shenbugidek nima bor? Sizlarga bir paket kamlab qoldimi? Sizlarga aqlni kambadimi? Aql bog'isizlar. Aqlni o'ylab boqsangiz yetarlik asli. Aqldan sirt nurg'un paketlarni ba'da amaliyotda nima deb aytmaysizlar sizlar. Bu savol emas bu. Endi bu yerdagi istifhom bundan tavba qilmasa, nima bu mushriklar nima aytmaydi Alloh, nima ishonmaydi ular, nima o'lib bo'lganligini tirilishga tasdiqlamaydi bular. Shuncha dalil ro'shanlashib bo'lgandan keyin faktlar qiyomatning tirishlishining yuz berdiganligi turib bo'lgandan keyin nima qilmay aytmaydi. Mayda quriya alayhimul Qur'an la yasun. Bular Allohning oyatlarini anglasa, Allohga bo'ysunmaydi, Rahman taolo sayda qilmaydi. Amaliyat masala, negizlik masala bizga uni da'vo qilayotgandek emas. Uni qanoat qildirolmaganligimiz emas. Balilladini kafaru yukattibun. Balki makuffarlarning tabiiyati inkor qilish, qarshi chiqish, tinish. Şunga şolat tilavatga vaqtda bo'ysunmaydi ular. Vallohu a'lam bima. Alloh ularning qalbi yurayotganini Alloh biladi yana. Alloh ular qalblarida yurayotgan kufri inkor qilishni Alloh biladi. Masala bu. Bular inkor qilish degan xarakterga aylantirib olgan bu paketning kamligi, dinning to'g'ri rostdan emasligidan emas bu. İbn Abbas deydi, yu'un degani yudmirun. Rasululloh mu'minlarga bo'lgan yushuvatgan adovatni Alloh biladi deydi. Fabashshirhum bi'azabin alim. Bularga biz shunday bir chiroyli mukofot hozirlaymiz ku o'simi dardlik azob. Siz buni bularga yetkazing bu xo'sh xabarni deydi. Ya'ni ularning kufri, odg'ulligiga qarata dardlik kofirlarga, dardlik azob bilan ular xo'sh bisharat beradi. Yani xo'sh bisharat biringda xo'sh bisharat degan iboratni ishlatishi bularning ustidan bir masxirlik bir ifoda. Yani ashuni ularga birdan xo'sh bisharatning o'rnida tashildi deyotdi. Bisharatni ogohlantirishning o'rnida qo'yish kufrdan masxir qilganlikda. Illallazina amanu va amilus solihat. Lekin Allohning rasulini tasdiqlagan, iymon bilan amali solihning o'tirini bir yerga to'plagan kishilar lahum ajrun g'ayrun. Bularga oxiratda uzilib qolmaydigan, to'xtab qolmaydigan, kam bo'lmagan bir savob bor. Bu savob ajr va bu ajr davomlashib turadi, uzluksiz. Alloh subhanahu va taolo
Sure Kerimini yaxşılarning nimetini bayon qilish bilan bayon qildi. Fujjarlarning oqibati deb bo'lgan ekan. Bu dal surening 5idagi har ish qilgan odam, har amal qilguvchi o'zining mukofoti ushishdan iborat ijmoliy shaklda keltirilgan mazmunning. Chunki surening 5ida ya ayyuhal inson innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqi. Ey inson, sen jafo chekib har ishni qilsa, jazoingni ko'rsa, mukofotingni oladi demasmi? Qanday mukofot, qanday jazo desa, eng oxirgi surening oxirida mana yamonlar mahil şekilde, yaxshilar mahil şekilde o'zining mukofotini oladi degandek bir xil bayon shaklida keltirilgan. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.